Oylik to'lovlar 3.700.000 dan 2022-yil Spark avtomat. 3.700.000 oylik to'lovi. Qo'shimcha holati. Metan gazchalar qo'yib qo'yilgan. Mana metan gazlari bor. Metan gazlar qo'yilgan. Kenvot kolonkachalar qo'yilgan. 2022-yil. Bosh to'lov $1000 bilan chiqadi, lekin oylik to'lov 3.700.000 so'm. Mana pultlari ham bor. Pulchadan mashhur pulchalari bor. Mana qilgan. Oylik to'lov unchadan chiqmayapti, biz borsak yo bosh to'lov qimmat bo'lib ketdi deyotganlar, faqat o'zimizga bog'lansangiz bosh to'lov o'sha narxda, oylik to'lov o'sha narxda chiqyapti.